Assalomu alaykum. Men Mannopov Jamshid, raqamli ta'lim texnologiyalari rivojlantirish markazida bosh mutaxassis lavozimida ishlayman. Mening asosiy vazifam talabalarga shartnoma asosida ko'rsatiladigan xizmatlar hisobini yuritish axborot tizimi, ya'ni Kontrakt Eduz platformasini strategik rivojlantirish, loyihani boshqarish va tizimni doimiy ishlashini ta'minlashdan iboratdir. Bizning har bir qarorimiz ta'lim tashkilotlari va talabalarning talab va takliflari asosida o'rganib chiqiladi va joriy etiladi. Innovatsion yondashuvimiz orqali platforma foydalanuvchilarga qulay interfeys va ishonchli xizmatni taqdim etadi. Hozirgi kunda platforma 100 dan ortiq davlat ta'lim tashkilotlari joriy etilgan bo'lib, shu kungacha 1,5 milliondan ortiq talabalarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Kontrakt Eduz platformasi 5 asosiy qismga bo'linadi. Bular to'lov-kontrakt, kredit modul, yotoqxona, ijara hamda stipendiya modullaridan iboratdir. Bizning asosiy maqsadimiz oliy ta'lim tizimini raqamlashtirish va unga sifatli xizmat ko'rsatishdan iboratdir.